Erimda yuzidagi ugrilar bilan 1 yildan buyon kurashib kelmoqdamiz. Yuzingizga ugri to'shishi bu aslida ichki organizmingiz kasallanganidan dalolat beradi. Birinchi o'rinda to'g'ri vrachlarga borib ko'rinishingiz yoki qaysi vrachga borib ko'rinishni bilmayotgan bo'lsangiz, dermatologga ko'rinishingizni maslahat beraman va ichki taraflama lecheniyalar olib davolanasiz. Bundan oldin erimning yuzlari mana shunaqa tiniq bo'lgan. Biz ham dermatologga borib ko'rindik va turmush o'rtog'imni muammolari ichki organizm kasalligidan deyishdi va lecheniya oldik. Hozirgacha lecheniya olib keladi. Dermatolog yuzlardagi ugri va ugridan qolgan dog'larni ketkazish uchun O'zbekistonda shunaqa aptechniy mazlardan yozib berdi. 2 oy foydalandik, hech qanaqa foyda ko'rmadik. 1 tiyinga qimmat mazlar. Bilasizlar, Koreyani kosmetikalar butun dunyoga mashhur va men ham Koreyani aptekasidan ugrilarni va komedonlarni ketkazadigan mazlar zakaz qildim. Mening turmush o'rtog'im yuzlarida nafaqat ugri, komedonlar ham bor edi. Aknon qizil maz ugridan qolgan dog'larni ketkazishga yordam beradi. Akrion yashil maz esa mana shunaqa komedonlarni yo'qotishga yordam beradi. Hozirgi kunda erimni komedonlari yo'q, faqatgina ugridan qolgan izlari qolgan. Bu esa yuzlarini tozalash uchun penka bu ugrilarni quritib berishga ham yordam beradi va tag tugidan chiqmasligini oldini olib beradi. Va quyoshga chiqqanda albatta ugrilarning o'zini alohida SPF kasi bor. Mana shu SPF kadan har kun foydalanadilar. Bu kremlarni 1 oydan beri ishlatib keladilar. Hozirgi holatlari mana 1 oy oldingi do va posli va qizlar 1 oyda shunaqa rezultatga ega bo'ldik. Hozirgi kunda ugrilar yo'q, faqat ugridan qolgan izlari bor. Bu kremlardan menda sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa, zakazlarni Telegramdan qabul qilamiz va menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi rezultatlar bilan ham bo'lishib boraman.